Qur'oni Karim qaysi payg'ambarga yuborilgan desa, javob beramiz, Qur'oni Karim Muhammad hazratlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan. Qur'oni Karim kimning vasilasi bilan payg'ambar Xudoga yuborilgan deganda, javob beramiz, Hazrat Jabroil alayhisalomning vositalari bilan payg'ambar Xudoga yetishib kelgan Qur'oni pok. Xo'p, Qur'oni pok necha yilda nozil bo'lgan? Necha yilda nozil bo'lib tamom bo'lgan desa, javob beramiz, 23 yilda oyista-oyista nozil bo'lib tamom bo'ldi, mukammal bo'ldi. Qur'oni pokda necha porasi bor, necha surasi bor deb so'rasalar, javob beramiz, Qur'oni pokda 30 porasi bor va 114 surasi bor. Bir kishi so'rasa, Qur'oni Karim nima uchun yuborilgan? Nima keragi bor desa, javob beramiz, Qur'oni pok insonlarning rahnamosi, to'g'ri yo'lga hidoyat qilguvchisi, shu uchun yuborilgan deymiz. Xo'p. Bir odam uyqudan turganda nima duo o'qish kerak? Odam uyqudan turganda alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana va ilayhin nusur deyishgan.